Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasida korrupsiyaga qarshi kurashish yuzasidan amaliy seminar tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Mazkur tadbirda viloyat sudi, prokuraturasi, adliya boshqarmasi vakillari hamda o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi xodimlari ishtirok etishdi. Seminarning asosiy maqsadi davlat organlarida, jumladan o'simliklar karantini va himoyasi sohasida shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish, xodimlarning huquqiy bilimi va mas'uliyatini oshirish, shuningdek, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Seminar davomida so'zga chiqqan ma'ruzachilar tomonidan korrupsiya tushunchasi, jinoiy va ma'muriy javobgarlik choralari, bunday holatlarning jamiyat va davlatga yetkazadigan salbiy oqibatlari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, ular xodimlarning xizmat faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan korrupsiyaviy holatlar va ularni aniqlash, oldini olish usullari haqida amaliy tavsiyalar taqdim etdilar. Shuningdek, tadbirda ishtirokchilarga qonunchilikdagi so'nggi o'zgarishlar, manfaatlar to'qnashuvini hal etish tartiblari haqida aniq va tushunarli ma'lumotlar yetkazildi. Bugungi seminar menda juda yaxshi taassurot qoldirdi. Sudyalar tomonidan korrupsiyaning jamiyatga zarari, uning oldini olish choralari haqida aniq va tushunarli ma'lumotlar berildi. Boshqarmamizda ham halollik va shaffoflikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ishonamanki, har birimiz o'z ishimizga sadoqat bilan yondashsak, korrupsiyaga qarshi birdamlikda turib, yurtimizni ravnaq topishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Tadbirda ta'kidlanganidek, korrupsiyaga qarshi kurash faqat bir tashkilot yoki idoraning emas, balki butun jamiyatning vazifasi sanaladi. Bu boradagi asosiy vazifa har bir xodimda mas'uliyat, halollik va fidoyilik tuyg'usini shakllantirish, jamoada sog'lom muhitni ta'minlash va fuqarolar ishonchini oshirishdir. Seminar ochiq muloqot ruhida o'tdi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi.